Tualetingizni puli to'ladi. Endi nomeringizni berasiz? Mayli, yozing. 91lik. Oyi, men seni sinagandim. Bitta tualetni puliga aldanding-a? Aka, kattakon rahmat sizga. Ko'zimni ochdingiz. Meni va'da qilgan $100. Siz hali shunaqa odammisiz? Ismingiz nima? Meni ismim O'rab Tashar. Qizlarni o'rab pul ishlayman. Kasbim shunaqa. Salomat bo'ling. Endi to'g'risini aytsam, mana shu husnim meni nonim. Telefonda o'rashim $500. Hayotda ko'rishib o'rasam $1,500 bo'ladi aka. Qancha desang beraman. Mana shu qizni sinab bersang bo'ldi menga. Muammo emas. Selena Gomez bilan Justin Bieberni men ajratganman. Серьезно. Albatta. Rosa chiroyli tillar ekan, rahmat. O'rab Tashar aka, rosa yoqdi. Aka, bu qizingizga rasxod qilish kerak ekanda. Uziga olib berdim tilla. Pulni nima qilamiz? Bo'pti, sen yoningda ishlab turaver. Oxirida hisoblashamiz. Bo'pti, yozib qo'ying aka, eslab qoling. Ketdik. Bo'laloqmi? Nima deysiz?